Mototsiklni umuman olganda texnik xususiyati hammasi joyida, zo'r. Faqat bu skladda qolib ketgan, ozgina turib qolgan. Shuning uchun mana bu trassa qismida ozgina zanglab qolgan, mana bu joyda ozgina loy. Asosiy kamchiligi shu. Va mana bu joyda ozgina singan qismi bor. Lekin bu haydashga sizga xalaqit bermaydi. Probegi keladigan bo'lsak, 130 km probegi bor. Lekin shunga yarasha narxini juda ham chiroyli narxda qilib beraman. Mototsikl 250 kubali karburator motor. Motor qismini bilasizlar, juda ham hammaga tanish bo'lgan Zonshe motor hisoblanadi. Endi maksimal tezligi 130-135 gacha bemalol chiqa oladi. Rasvetkalari ham salatoviy qora, qorasi ham mana bunaqa bleskli, alohida ajralib turadi. Siklda motor, korobka qismida yoki amortizator ходовой sistemasida umuman ishi yo'q. Yap-yangi ideal sostoyanida bo'lib turibdi. Faqat shu aytib o'tgan kamchiliklari, ozgina probegi va mana shu detalda ozgina singan joyi bor. Va bu ideal sostoyandagi mototsiklimizni meni obunachilarim uchun $1750 ga berib yuboramiz. Agar siz o'ylagan narxdan arzon aytgan bo'lsam, sizga mototsikl ma'qul bo'ladigan bo'lsa, albatta shunaqa mototsikl qidirib yurgan do'stlaringizga ushbu videoni yuborib qo'ying. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga boshlang'ich 30% to'lov bilan shu mototsiklni bo'lib to'lashga ham xarid qilishingiz mumkin.